Kim aytdi Leo Messini musulmonlarga hech qachon yaxshilik qilmagan deya? Aslida ehsonni, xayriyani eng kattasini Leo musulmonlarga qilgan. Va hozir men sizlarga buni batafsil aytib beraman. Siz esa meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Eslatib o'taman, bu Messini hurmat qilishingiz uchun asosiy sabablardan biri bo'ladi. Unda boshladik. Didier Drogba Messining bu hikoyasini shunday so'zlab beradi. Men, Messi va ba'zi futbolchilar 2010-yilgi jahon chempionati oldidan Pepsi uchun reklamada ishtirok etganimizda Messi Afrikadagi o'rmonlardan uzoq bir qishloqqa borgandi. U yerdagi odamlar bilan futbol o'ynagan. Ammo keyinroq u menga Didier, ko'ryapsanmi? Biz millionlab yevro uchun o'ynaymiz. Ular esa iflos suv ichyapti deb jiddiy qiyofada gapirdi. Ertasi kuni kompaniya direktori orqali eshitdim. Messi reklamadagi uzilishini hammasini qishloqqa quduq qazishga, shifoxona, maktab, bolalar maydonchasi va boshqa narsalar qurish uchun xayriya qilibdi. Eng go'zali shundaki, u bu xayriyada ismini tilga olmasliklarini, bu ishlar kim tomonidan qilinganligini sir saqlanishini talab qilgan. 6 oy o'tgach Messi o'sha qishloqqa shifokor, hisobchi va muhandis yuborib, pul egasiga yetib borgani va loyihalar haqiqatan ham amalga oshirilganligini tekshirgan. Bilasizmi, meni ongimda to hozirgacha saqlanib qolgan gap qaysi? Janubiy Afrikaga qaytayotganda samolyotda men undan so'radim. Nega bu qadar sir saqlayapsan, Leo? U esa hech qachon meni unutmaydigan qilib javob berdi. Chunki Afrikaga reklama kerak emas, amal kerak va haqiqiy amalga guvoh kerak emas deb javob berdi. Bilasizmi, Messining eng katta gollari darvozaga emas, balki futbolni bilmaydigan odamlarning qalblariga kirgan. Futbolni bilgan esa tushunadiki, Messi tarixdagi eng yaxshi futbolchi. Kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.